Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan Uz International kompaniyasi va Kamina Abdulaziz aka. Do'stlar, xabaringiz bor, Uz International kompaniyasi O'zbekistondagi talabalarni Janubiy Koreyadagi nufuzli universitetlarga kirgizish masalalari bilan emas, balkim Janubiy Koreya hududidagi vatandoshlarimizga yuridik masalalar bo'yicha, viza masalalari bo'yicha yordam qilib kelayotgan kompaniyalardan biri hisoblanadi va hozirgi kunda Uz International kompaniyasida ajoyib yangilik. Hozirgi kunda Janubiy Koreyada ko'plab vatandoshlarimizda sim karta masalalari hozir ko'p bo'lyapti. Ya'ni sim karta olish uchun o'zini dalilllarini, ya'ni pasportlarini, ID kartalarini bermoqda va afsuski ular esa ularga sim karta ham qilib bermasdan va ularni shaxsiy ma'lumotlari, ya'ni o'sha pasport, ID kartalarini olgandan so'ng ularda boshqa masalalardan foydalanib va tushirib ketishmoqda. Mana shunaqa holatlarda endi Uz International kompaniyasi sizlarga bir ajoyib taklifni bermoqda. Siz endilikda Uz International kompaniyasi bilan sim karta olsangiz bo'ladi. Agarda sizni qo'lingizda hali hamon ID karta, ya'ni Koreyaning ID kartasi bo'lmagan bo'lsa, pasportingizga sim kartani olsangiz bo'ladi. Ya'ni oylik to'lovlari 22,000 wondan 36,300 wongacha tarifdagi sim kartalarni biz taqdim qilamiz sizga. Va yana biri bor. Ko'p Janubiy Koreya hududida ko'p nelegal, ya'ni o'sha afsuski vizasi yo'q hamyurtlarimiz ham bor. Ularda ham sim karta ola olmaydi. Va ularga ham sim karta juda ham zarur. Mana shunday holatlarda ham Uz International kompaniyasi sizlarga sim kartani taklif qiladi. Ikkinchi masala esa Uz International kompaniyasida bir ajoyib yangilik. Endilikda faqatgina O'zbekistondagi talabalar emas, balkim dunyoning boshqa bir chetdagi talabalar ham Uz International kompaniyasi orqali Janubiy Koreyadagi nufuzli universitetga kirish ehtimoli bor. Дамы и господа, это компания Uz International. Если вы уже давным-давно смотрите на нашу компанию и не можете связаться из-за того, что вы не знаете узбекский язык, и теперь этого проблемы нету, вы можете обращаться на нашу компанию под этим номером, который в описании, обращаться по поводу визу, адвокатура. Если у вас есть проблемы именно в Южном Корее, вы можете обращаться в нашу компанию. И, конечно же, сим-карты тоже. And of course, we have also followers from the international students. So, hello everyone. This is the Uz International company, and my name is Abdulaziz. So, if you're interested in about the South Korean University, you can contact us to more get the information. And Uz International company also will help you guys to enter the top universities in South Korea. So contact us and make your the dream with Uz International company. Hammaga rahmat, спасибо большое. До новых встреч. Peace.